Oshxona 4 ta bo'limga bo'lingan ekan. Birinchisi dastavka uchun stol bilan stelaj qilib berilgan. Upakovka qilib chiqarib olish uchun. Va bu yoqda ko'rsalar bo'ladi, individual shu burchakka moslab ikkita moyka va moyka uchun kerakli jihozlar qilib berilgan. Stol, sushilkalarni qilib berilgan. Va bu yoqda xolodilnikda shu aynan burchak devorga moslab qo'yilgan. Uchinchi bo'lim garajchi bo'lim. Garajchi bo'limda ko'rsalar bo'ladi. Bu yoqda xolodilniklar qilib berilgan. Bu yoqda pizzeriya uchun va bu yoqda alohida ovqatlarni tayyorlaydi maxsus. Va alohida qilib bu yoqda mahsulotlar joylash uchun polkalar qilib berilgan, stelajlar, har xil podnoslari bilan tayyorlangan. Bu yerda ko'rib turganlaringiz o'sha pechlar joylangan, tepasida vitishkalar va alohida elektronli gaz uchun tagida stollar qilib berilgan. Bu yerda esa 4-bo'limga o'tamiz. Bu yerda холодный zona qilingan. Холодный zonada o'sha har xil mahsulotlar tayyorlab, umumiy qilingan mahsulotlarni, ovqatlarni, har xil холодный tayyorlangan narsalar shu yoqqa joylab berishar ekan. Bu yoqda keyin ofitsiantdan kelib olib ketiladi. Bu yerda alohida shu povurlar uchun moykalar tayyorlab berilgan, stollar, o'zlarini qo'lini yuvib, har xil jihozlarini, pichoqlarni yuvish uchun qilib berilgan. Va bu yoqda ham ko'rsak bo'ladi, individual polkalar joylab berilgan. Bu yoqlarda ko'rsak bo'ladi, har xil ingrediyentlar, mahsulotlar joylash uchun. Agar siz ham kafe yoki restoran ochayotgan bo'lsangiz, loyihangizga moslab oshxona jihozlari to'liq tayyorlab berilishi kerak bo'lsa, Fayz Nerjiyevga murojaat qiling.